Assalomu alaykum va rahmatulloh hoji aka. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Hoji aka, yaxshimisiz? Jo'rsizmi? Alhamdulillah. Madinaga xush keldingiz. Mana payg'ambar Xudoning peshroyiga. Sallallohu Mana alayhi shu yerga vasallam. yoqqanmiz. Endi siz biz Hasanmo'l tarafga boryapmiz. Men Afg'onistondan bo'laman. Otim Hoji Muhammad Ishoq. Maşallah. Xo'p, Saripul viloyatidan bo'laman. Sanchorak ulusvolisidan qariya Tog'oyxo'ja. Qishlog'imiz Tog'oyxo'jadan, qishloqdan bo'lamiz. Atrof nimadan? Mazor Sharifdan. Fe'lan 32 yil bo'ladi Madinaga yashayman. Berga 32 yildan beri taksi qilaman, taksi haydayman. Alloh barakasini bersin. Taksi haydayman, hojilarni ziyoratlarga olib boraman. Xo'p, nima qilib bo'lsa, xurmo bozoriga olib boraman. Xo'p, Makkaga olib boraman. Havonavarda Ilpurtga olib ketaman, hojilarda. Ana shu xizmat hojilarga mana shu yerga sarga mana amakilarimiz burus shaqasariga meni girimga tushib qoldi. Shuga sariga Hasanmo'lga targa olib boraman. Va mashallah tabarakalloh Madinaning mehmoni. Xo'p, payg'ambar Xudoning xo'sh shahriga ko'p yaxshi shahar. Xudovand sizlarga hamma musulmonlar, hamma xo'p qavmlar O'zbekistoniga orzusi bor Madinani nasib qilsin. Amin. Hamma musulmonlar Madinaga kelingizlar. Madina ko'p yaxshi joy. Payg'ambarimizda Hazrat Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning shahri. Xo'p, sahoba-i ikromning shahri Abu Bakr Siddiq, Umar Faruq, Abu Usmon Zinnurayn, Khalid bin Walid bu shahridir. Kelingizlar, Madina ko'p yaxshi joy, barakat joy. Xo'p, har vaqt kelsangizlar inshaalloh masalan meni xo'p raqam telefonim 0574923620. Maşallah. Ana shu raqam telefonim, men o'zim taksi qilaman. Har kimki O'zbekistondan kelsa, men inshaalloh xizmatgaman. Xo'p, har sarzamin, har joyga bo'lsa olib boraman. Ba'zi qari onalar, bobolar keladi berga, men ularni o'zbek tilini bilaman. Yaxshi joylarga olib boraman, ziyoratlarga olib boraman, xurmo olib beraman, ajva xurmosini. Ana berga jannat suvi bor, berilg'ars deydi. Uni borib ishtiraman, asrdan so'ng to xubtangacha ochiq. Beri shifo deydi, bir quduq bor, Hazrati Betarini olamda og'zini suvi taylangan o'rga. U har narsaga davo u. Beri shifo deydi, uni otini masal kasiki avlodi yo'q, kasiki pes, kasiki masal xo'p grudasiga nimasi yo'q. Madinadan tashqariga 100 kilometr bo'ladi. Ana o'rgam ko'p odamlarni men olib boraman. Badr urushiga olib boraman, o'rga Jabal Maloika bor, Masjid Arish bor, xo'p maydoni Badr bor, Shuhadoy Badr bor, Bi'r Ruha bor, Bi'r Shifo bor, ikki quduq bor o'rga. Ana hamma Madinaga taqriban 15-20 ziyorat bor. Ziyoratlarga aylantiraman. Jo'r bo'lsangizlar bo'ladi, sog' bo'lingizlar. İltimosi duodan faromush qilmangizlar. Maqsad shuki 5 vaqt namozni meni nasihatim shu, vaqtiga o'qingizlar. Namoz ko'p yaxshi narsa. Masal namozni tark qilmangizlar. Har kimki meni salomni eshitadi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Va alaykum assalom va rahmatullohi taala va barakatuh va mag'firatuh. Ishlaringiz rivojini, barakasini bersin hoji aka. Allohim Afg'oniston, O'zbekiston qo'shni, qondosh, qardosh ikkita davlatni doimo hifz himoyasida asrasin. Amin, amin. Bizlarda alhamdulillah shu vaqtga 4 yildan beri bizlarga ko'p bir yaxshi islomi hukumat kelibdi. Bizlar ham vaqt duo qilamiz, ko'p xushholmiz, ko'p amniyat. Kelingizlar Afg'onistonga, kelingizlar Afg'onistonga. Afg'oniston ko'p yaxshi. Mashallah tabarakalloh. Termiz bilan xo'p, mani Hayratonni o'rtasiga bir bozorcha tuzalgan. U bozorchaga kelingizlar, Afg'onistonga kelingizlar.